Nega men oldinroq zakaz bermadim deb afsuslandim. Narxlarni qarang, gips kraska uchun 12 dona 100 millidan ranglar, rang solish uchun 2 dona idishcha va 8 dona kistechka narxi atigi 147 ming so'm. 6 donali 3 milli bo'lgan idishchalarimizni 50 taligi 54 ming so'mga, 100 taligiga esa atigi 100 ming so'mga keldi. Bu degani mana shu turishi 6 donasi atigi 1000 so'mdan, bizda esa 3000-4000 so'mdan sotilyapti. Gips kraskalar yasash uchun kerak bo'ladigan shunaqa sifatli yumshoq qoliplar juda ham arzon narxlarda yetib keldi. Qo'limdagi qolip atigi 20.500 so'm bo'ldi. Limon qolip naborda ikkita qolip chiqdi. Buni kargosi ikkalasi birgalikda qo'limga 37 ming so'm narxga keldi. Juda ham arzon narxda. Meva vaza yasash uchun zakaz qilgan mana shunaqa malina qolipim 42 ming so'm bo'ldi. O'g'il bolalarga gips kraskalar yasash uchun kerak bo'ladigan bu qolipning narxi 21 ming so'm bo'lib, keyingi qolipimiz ham gips kraska uchun bu 29 ming so'mga yetib keldi. Kichkina gips kraskalar uchun kerak bo'ladigan chaqaloq qolipimiz bundan sovunli yasasa ham bo'ladi, 21 ming so'm bo'ldi. Gilos qolipim shunaqa nabor 6 donaligi 32 ming so'm bo'ldi. Mushukcha qolipi 20 ming so'm bo'lgan bo'lsa, yogurt qolipimiz ham bu ham naborli, ichida 6 donali 21 ming so'mga keldi. 50 talik sumkachalarimiz atigi 40 ming so'm, gubka naborimiz ikkitasi 17 ming so'm, kisechkalarimiz 50 taligi 21 ming so'm, 100 taligi atigi 35 ming so'mga keldi. Sun'iy gullar buketiga ishlatish uchun 50 talik sakurani atigi 40 ming so'mga zakaz qilgan bo'lsam, mana bu 100 talik zelenimiz esa 69 ming so'mga yetib keldi. 100 talik shunaqa paketchamiz gips kraskalar solish uchun atigi 17 ming so'm bo'ldi. Sun'iy gullarim chang bo'lib qolmasligi uchun zakaz qilgan 200 dona shunaqa ikki xil razmerdagi paketlarimiz 207 ming so'm bo'ldi. Xitoylik qarindoshlarimiz sovg'asiga shunaqa bantiklarni ham qo'shib yuborishibdi. Gips vazalar uchun zakaz qilgan shunaqa 50 talik dekorim atigi 47 ming so'mga qo'limga keldi. O'zim uchun xarid qilgan yumshoq shunaqa dvoyka kargos bilan birgalikda 52 ming so'm bo'ldi. Siz ham uyda o'tirgan holatda Xitoy va Rossiyani marketplace'lardan juda ham arzon narxlarda zakaz urishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, men hunar kurslarimga qo'shimcha bonus sifatida zakaz urish kursini qo'shib o'quvchilarimga o'rgataman. 5 ta marketplace'dan juda ham arzon narxlarda o'zingiz uchun kerak bo'ladigan kiyim-kechaklar yoki qo'l mehnati uchun kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarni xarid qilishni o'rganasiz. Bizda 4 ta kurs bor: sun'iy gullar kursi, sovun gullar kursi, gips va sham dekorlar va 4-inchisi silikon qolip yasash va opti manzillar kurslari. Siz bunda ham hunar o'rganasiz va ham qo'shimchasiga marketplace'dan arzon narxlarda zakaz qilishni ham o'rganasiz. Kurslarimiz narxi atigi 99 ming so'mdan. Siz 99 ming evaziga butun umrli hunarli va arzon narxlarda zakaz qilishni ham o'rganishingiz mumkin. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang.